Davom etamiz. O'zbekiston veterinariya fani va chorvachilik sohasida yangi davr boshlanmoqda. Toshkent davlat agrar universiteti olimlari mamlakatimiz tarixida ilk bor quyonlarda innovatsion fistula o'rnatish amaliyotini muvaffaqiyatli amalga oshirdilar. Bu nafaqat jarrohlik amaliyoti, balki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yo'lidagi ulkan ilmiy qadamdir. Batafsil muxbirimiz Sadhamjon Mirzolimov tayyorlagan lavhada. Toshkent davlat agrar universiteti Innovet klinikasi. Bu yerda bugun odatdagidan boshqacha muhit. Mamlakatimiz veterinariya fani uchun muhim burilish yasagan voqea. Quyonlarda yuqori texnologik fistual o'rnatish amaliyoti o'tkazilmoqda. Ushbu innovatsion operatsiya O'zbekiston Milliy universiteti professori akademik Bahriddin Zaripov boshchiligida hamda Toshkent davlat agrar universitetining malakali olimlari tomonidan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Ayni damda biz Toshkent davlat agrar universiteti qoshidagi Innovet klinikasining jarrohlik xonasidamiz. Ortimda ko'rib turganingizdek, jarayon o'zining eng qizg'in pallasida. Mutaxassislarimiz mamlakatimiz tarixida ilk bor quyon oshqozoniga innovatsion fistula, ya'ni maxsus kanyula o'rnatishmoqda. Bu oddiy operatsiya emas. Bu moslama yordamida olimlar endilikda ozuqalarning hazm bo'lish jarayonini xuddi tirik holatda yuqori aniqlikda monitoring qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Avvallari ozuqaning hazm bo'lishini o'rganish uchun hayvonlarni so'yishga to'g'ri kelgan bo'lsa, endilikda bu jarayonni hayvon hayotiga xavf solmagan holda tiriklayin va aniq laboratoriya tahlillari orqali amalga oshirish mumkin. Bu esa mahalliy o'simliklardan eng yuqori samarali ozuqa ratsionlarini ishlab chiqishda kalit vazifasini o'taydi. Yoshlarimiz, doktorantlarimiz ishtirokida muhim jarrohlik operatsiyasi o'tkazilyapti. Tajribamizda birinchi marotaba hayvonni oshqozoniga fistulani o'rnatish operatsiyasi amalga oshirildi. Mana hozir jarayon ketyapti. To'g'ridan to'g'ri translyatsiya orqali yuzlab talabalar bu jarayondan ishtirok etib guvohi bo'lishyapti va albatta bu jarayonda ular o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olyapti. Yoshlarimiz uchun real rejimdagi amaliyot sharoitini yaratgan holda ularni mana shu ertangi ishi va karyerasiga tayyorlashimiz kerak. Ilmiy amaliy seminarda ishtirok etgan talabalar uchun bu chinakam mahorat darsi bo'ldi. Nazariy bilimlarning amaliyot bilan uyg'unlashuvi bo'lajak veterinariya mutaxassislarining malakasini oshirishga xizmat qiladi. Bugungi jarayon bizga nazariy olgan bilimlarimizni amaliyotda ko'rsatib berdi. Kelgan akademik Bahriddin Zokirov ham bizga o'zlarini bilimlari bilan bo'lishdilar. Undan tashqari jonli efirda operatsiya ketyapti. Uni Bahriddin Zokirov og'zaki aytib turdilar, nima bo'layotgani, operatsiya haqidagi ma'lumotlarni. Bundan boshqa operatsiyalar ham bo'ladi, lekin bunaqasi birinchisi. Joriy yilning 11-aprelda qabul qilingan hurmatli prezidentimizning Toshkent davlat agrar universitetini rivojlantirishga qaratilgan navbatdagi muhim qarori ijrosi yuzasidan bu ishlar amalga oshirilyapti. Bizda yangidan yangi laboratoriyalar, yangi o'quv va ilmiy laboratoriyalar, auditoriyalar, umuman barcha zamonaviy sharoitlar va imkoniyatlar yaratilib, biz uchun, ayniqsa yoshlarimiz uchun bu nafaqat nazariy bilim, balki amaliy tomondan buni mustahkamlab borish imkoniyatini beryapti. Universitetimizda ochilgan mana shu veterinariya klinikasi yoshlarimizga dual ta'limni yo'lga qo'yish imkoniyatini berib, mana shu veterinariya klinikasi talabalarimiz uchun ham amaliyot bazasi bo'lib xizmat qilyapti. Mazkur seminar O'zbekiston veterinariya va chorvachilik sohasi jahon standartlari sari dadil odimlayotganini ko'rsatdi. Mahalliy olimlarimiz tomonidan o'zlashtirilgan ushbu texnologiya kelgusida chorva va parrandalar mahsuldorligini oshirishda yangi yo'l ochishi shubhasiz.